Ayollar, biz yer yuziga mehr va ziynat qilib yaratildik. Bizning eng o'tkir qurolimiz bizning zaifligimizda, nozikligimizda qilib berildi. Har bir xonadonni devorlar emas, bizning mehrimiz, duolarimiz bilan quriladi. Bizning taqdirimizga qizlik, opa-singillik, rafiqalik, onalik bo'lish bitildi. Biz eng katta sinovlarni ham jimjitlikda, sabr bilan o'tkaza olamiz. Yillar davomida farzandlarimiz tarbiyasi, ota-onamiz va erimiz roziligi uchun mehnat qilamiz. Charchamaymiz, shikoyat ham qilmaymiz. Ammo bu mehnatni ko'plar ko'ra olmaydi, qadriga yetmaydi. Rahmat o'rniga xorlash, haqorat toshlari otiladi. Go'yo biz hech narsa qilmagandek, go'yo biz bu ishlarga majburdik. Insonlarni ming urinsak ham rozi qila olmas ekanmiz. Hech ham o'ksinmang, muhimi sinib qolmang. Axir Alloh bizni aziz qilib yaratdi. Bizni bergan xonadonlarga baraka berdi. Bizni voyaga yetkazganlarga jannat mukofot qilib berildi. Rafiqa roziligida mukammallikka erishdi. Bizning oyoq ostimizda jannat borligi haqida hadislar keltirildi. Bizni aziz qilgan Allohga hamd sanolar bo'lsin. Biz qilgan mehnatni Alloh unutmaydi. Biz mukofotimizni Allohdan kutamiz. Shunday ekan, Allohim roziligi uchun yashaylik. Alloh roziligi uchun o'zimizga oro beraylik. Alloh roziligi uchun xonadonimizni ozoda tutaylik. Alloh roziligi uchun farzandlarimiz va erimiz xizmatida bo'laylik. Keling, har bir nafasimizni ibodatga aylantiraylik. Shundagina imtihon dunyosidan osongina o'tib olamiz. Allohimning jannatiga eson-omon kirib olamiz. Allohim barchamizni sevib ardoqlasin. Yaxshilikda, xayrlikda hayot kechirishni nasib etsin.